Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimiz o'sha siz kutgan o'chirim keldi. Dushmaningiz haqida ko'rib chiqamiz. Dushmaningizni bugungi kuni holati, sizga nima qilyapti, nima qilmoqchi, rejalari shu haqida o'chirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. Ikkita variant qilamiz, yoqqanini o'zingiz uchun tanlaysiz. Telefon raqamimni mana shu videoni tagida qoldiraman agarda kerak bo'lsam. Va unda boshladik. Ikkita variant. Like berishni, obuna bo'lishni unutmang. Dushmaningizni hozirgi holati. Qay holatda? Dushmaningizni hozirgi holati. Birinchi variantni dushmanni holati. Ikkinchi variantni dushmanni holati. Yoqqanini yaxshilab o'zingiz uchun tanlang. Tanlab bo'lgan bo'lsangiz, birinchi variantdan boshladim. Dushmaningizni hozirgi holati qay holatda turibdi? Dushmaningizni hozirgi holati. Dushmaningiz kurashayotgan, intilayotgan, qandaydir yangi boshlang'ichlar boshlayotgan holatda ko'rinyapti. Bugungi holati qanaqa? Dushmaningizni bugungi holati. Kayfiyatlar yaxshi holatdaligini ko'rsatyapti. Qandaydir bugungi holatida bu inson mak kartamiz chiqyapti. Qandaydir sehr jodularga yoki o'sha bashorat qiluvchi insonlarni oldiga borgan bo'lishi mumkin. U yerdan qandaydir xabar olgan va xursand holatdaligini ko'ryapmiz. Bugungi kunida qayoqqadir yo'llari bo'lgan, bu yo'li ham qandaydir o'sha bashorat qiluvchi insonlarni oldiga borib, ulardan qandaydir ma'lumotlar olgan va o'zi uchun xursand bo'lib qaytganligini ko'rsatyapti. Dushmaningizni bugungi kunida nimalar bo'lishi kutilmoqda? Dushmaningizni bugungi kunida xursand holatda keladi. Qandaydir xursand holatlarda keladi va nima desa bo'ladi, kelgandan keyin qandaydir o'zidan tushkun holatiga tushib qoladi. Bu uyidagi holat. Kartamizga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bu uyiga kelgandan keyin qandaydir tushkun holatga kelib qoladi. Uyidagi hech narsa, hattoki dasturxoni ham to'la-to'kis, mo'l-ko'lchilik, qo'lida puli bo'lsa ham bu insonga tatimayotgandek tuyula boshlaydi. Hayotida xursandchilik bo'layotgan bo'lsa-da, bu insonga hech narsa tatimasdan xafa holatdaligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Uyida qandaydir muammo yuzaga keladi. Shu sababli qandaydir bu inson siqilib qoladi. Bugungi holatida shunaqangi holatlar bo'lar ekan. Bu kechga borib holat qanaqa bo'ladi? Dushmaningizni kechga borib holat qanaqa bo'ladi? Qandaydir bu insonni kechga borib holati nima desa bo'ladi? Yana yaxshi tomonga o'zgarishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Bugungi kunida uyida qandaydir xursandchilik, bayram yoki tug'ilgan kun, shunga o'xshagan narsalar bo'lish ehtimoli kutilyapti. Va dushmaningizni sizga rejalari nima bo'lyapti? Dushmaningizni sizga rejalari nima bo'lyapti? Rejalari qora qozonda nimalarnidir qaynatish, sizga nisbatan negativ yomon energiyalarni yuborish, bu qandaydir yaqin kunlarda sizga sehr amal, jodu shunga o'xshagan narsalar qilgan bo'lsa, bu narsalar o'ziga qaytganligini ko'rsatyapti. Rejasida qilgan narsam o'zimga qaytdi, hozirgi paytda to'xtab turaman. O'zimni holatim yomon holatda, o'zimni holatimni yaxshi holatga chiqarib olganimdan so'ng keyingina bu insonga nimadirlar yuborishim mumkin, qandaydir o'sha sehr amallarimni qilishim mumkin. Hozirgi paytda o'zimni holatim yaxshi holatda emas, uyimdagi holat yaxshi holatda emas. Qandaydir siqilyapman, ezilyapman. Qilgan yomon negativ energiyalarim, birovga otgan qilichlarim o'zimni boshimga sanchildi deb turibdi. Hozirgi paytda sizga rejalari, qilgan narsalari o'ziga qaytganligi sababli sizga hech qanday reja tuzmayotganligini ko'rsatyapti. Sizga sehr amal qiladimi? Bu inson tez kunlar ichida sizga sehr amal qiladimi? Yo'q, bu inson sizga hech qanday sehr amal hozirgi paytda ishlatmaydi. Chunki o'zini hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish, bu ayol yoki erkak qandaydir ehson beryapti, qandaydir uyida shu
nimadirlarni o'tkazyapti, ehson ulashyapti, hammaga yaxshilik qilyapti. Chunki bu atrofidagi insonlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu insonni hamma olqishlayapti, xursand holatida. Chunki bu qandaydir nochor insonlarga nima deydi, yordam beryapti. Puldan yordam qilayotgan bo'lishi mumkin yoki mehrini ulashayotgan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Bu o'z hayotini yaxshilash bilan ovoraligini ko'ryapmiz. Sizga hech qanday ziyon zahmat keltirmas ekan. Birinchi variant shunaqa bo'ldi. Shifoli ochirim bo'lsin. Ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningiz shifolanyapti, oilasi bilan shifolanayotgan holatda. Qandaydir o'zini shifoga ochgan va oilasidagilarni ham shifolantiryapti bu inson. Hozirgi paytdagi holati qanaqa holatda? Buni ikki yo'lni orasida, qandaydir ikki yo'lni orasida turibdi. Hamma narsalari yetarlik, o'ziga yarasha barakasi bilan, rizqi bilan turibdi bu. Oilasiga uzoqdan pul kelishi, oilasida xursandchilik, yaxshi kunlarni bu insonga qaytganligini ko'rsatyapti kartalarimizda. Oilaviy totuvlik, tinchlik, xotirjamlik. Chunki bu inson o'zini shifolantirayotganligini ko'rsatib berdi. Va sizga rejalari nima? Sizga rejalari nima bo'lyapti? Bu insonni sizga rejalari nima bo'lyapti? Bu inson ham sizga qilganlari o'ziga qaytgan. O'sha narsalar tufayli qandaydir oilasida tinchlik, notinchlik bo'lib qolgan. O'shaning uchun oilam tinch bo'lsin, pul kanallarim yaxshi ishlasin deb o'zini shifolantiryapti, o'zini o'qityapti, qandaydir o'zini shifoga ochgan va hayoti yaxshi tomonga ketyapti. Chunki qilganlari o'ziga qaytgan. Bu narsani bu ayol sezgan. O'shaning uchun qandaydir o'zini hozirchalik tiyib turibdi. Rejalari nima? Siz tomonga nima reja tuzyapti bu inson? Siz tomonga nima reja tuzyapti? Qandaydir hozirgi paytda rejalarida bor, yo'q emassiz, borsiz. Hayotingizni bashniya qilish, og'dar to'ntar qilish, uyingizni qandaydir nima deydi, yakson qilish, buzish. Bu yerda qandaydir kulbamiz vayrona holatidaligini ko'ryapmiz. Aytyapti kartamiz, bu inson o'ylayapti va reja tuzyaptiki, uyingni qandaydir ostin-ustun qilaman, to'zitaman va tomoshaingni ko'raman deb xayol qilib shu rejalarida turibdi. Va mana shu rejasini amalga oshiradimi? Mana shu rejasini siz tomonga amalga oshiradimi? Rejasini amalga oshiradimi? O'ylayapti, ko'p o'ylovda. Oldin o'zini hayotini yo'lga qo'ysin. Bu inson keyingina sizga nimadir qilishini o'ylab turibdi. Sizga sehr qiladimi deb ko'raylik. Sizga sehr amal ishlatadimi? Shu kunlarda sizga sehr amal keladimi? Mana shu insondan ikkita, voy, bu shuncha kartamiz o'zi tushib ketdi. Qani ko'raylikchi. Sizga sehr amal ishlatadimi shu kunlar ichida? Qandaydir bu yerda farzandi bor insonlar, farzandingizga ehtiyot bo'lib turing. Qandaydir farzandingizga ehtiyot bo'lishingizni kartalarimiz ko'rsatyapti va turmush o'rtog'ingizga keladigan ziyon zahmat, shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatyapti. Bu yerda farzandingiz va turmush o'rtog'ingizdan qandaydir nima deydi, alamini olmoqchi, o'sha insonlar tomon sehr amallarini qilmoqchi. Hozirgi paytda bu inson o'zini shifolantirish bilan ovoraligini ko'ryapmiz. Bu inson o'zini shifolantirib bo'lgandan keyin kartamiz teskari tushdi. Bu sizga yana qandaydir amallarni qilish. Bu inson o'zini shifolantirsa ham qandaydir shifolantirishi 100% darajada natija bermaydi. Chunki kartamiz teskari tushdi. O'zini shifolantirib o'tiribdi. Qandaydir, lekin bu kartamiz teskari tushganiga qaraganda o'zini ming o'qitsa ham, qandaydir o'zini shifolantirsa ham, bu tez orada yana teskarisiga aylanib ketadi. Qilgan yomonliklari baribir o'ziga qaytadi deyapti kartamiz. Chunki sizni bu yerda farzandingizdan qandaydir farzandingizdan o'ch olmoqchimi? Siz tufayli farzandingiz orqali nima deydi, sizni qiynamoqchi deylik, sizni oilangizni qiynamoqchi. Qandaydir turmush o'rtog'ingiz mana bu yerda kursini ustida o'tiribdi.
va nima desa bo'ladi, qahr g'azabda asabiylashgan holatdaligini ko'ryapmiz. Bu yerda o'sha turmush o'rtog'ingizga va farzandingizga qilinadigan amallar bo'lish ehtimoli bor. Turmush o'rtog'ingizni farzandi bilan urushtirib qo'yish yoki qandaydir qorningizda farzandingiz bo'lsa, ko'rolmaslik, farzandi qandaydir dunyoga kelmasin, yo'q bo'lsin, yakson bo'lsin deb qilinayotgan amallar bo'lishi mumkin bu yerda. Bu sehr amallar, sizga qilinayotgan sehr amallar sizga qay darajada ta'sirini o'tkazadi? Qay darajada ta'sirini o'tkazadi? Qay darajada ta'sir qiladi sizga? Bu illyuziya bo'lib ketyapti. Bu illyuziyaga uchrab ketyapti. Bu qilingan sehr amallar hammasi chippakka chiqyapti. Hammasi xom xayol, nima deydi, yolg'on, qandaydir o'sha sehr qilib beruvchi insonni nima deydi, kuchli qilib bermaganga o'xshaydi. Bu narsa illyuziya bo'lib ketyapti. Bu xom xayollarida qolib ketyapti. Sizni hayotingizni, uyingizni buzish, pul kanallaringizni, yuragingizni sovutish, kimdandir uyingizda notinchlik o'rnatish xom xayollarida bor. Bu sizga qay darajada ta'sir qiladi deganimizda, sizga hech qancha ham qilsa 30% yoki 20% ta'sir qiladi. Undan uyog'iga sizga ta'sir qilmaydi. Chunki siz oilaviy baxt, quvonch, kimlar bilandir ko'rishyapsiz, uchrashyapsiz, hayotingizda qandaydir gullarga to'layapti hayotingiz. U insonni hayoti esa mana bunaqangi shifolanayotgan holatida yana teskariga aylanib, sizga qilgan yomonliklari yana o'ziga qaytishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Sizni hayotingiz gullarga to'lyapti, qandaydir xursandchiliklar bo'lyapti uyingizda, kimlar bilandir ko'rishyapsiz, uchrashyapsiz, sovg'a salomlar olyapsiz. Hech qanday sehr amal sizni yo'lingizni to'sa olmayapti. Ikkinchi variant shifoli ochirim bo'lsin. Dushmaningizni yomonliklari o'ziga qaytsin.